Akalar, Germanskiy Klass markasi 55 Prispadvor apparat sotilyapti. Prispadvor mashina deydimi, apparat deydimi, bilganlar kommentariyga yozib ketasizlar. Xo'sh, bir sezon ishlagan ekan, o'sha Germaniyadanmi, olib kelganmiz, Koreyadanmi deyishdi. Xullas Germanskiy deyapti. Bir sezon ishlagan, pichoqlar ham yo'q zo'r ekan, ish holatda, soz holatda. Shuni borib bemalol ishlatsalarning bo'lar ekan. Remont qilishib qo'yibdi. Reduktorlari ochilmagan ekan. Bilgan odam buni o'zi bittada biladi, balonlar ham yaxshi holatda turibdi. Xo'sh, mana bu joylari nimasi ekan endi bilmadim, to'shni adashmasam razmerga qo'yadigan joylari shekilli, prinsiplarni. Xo'sh, zo'r. Ular zo'r holatda ekan. Mana bu yerda sanaydigan joyi shekilli bu. Nechta prins chiqardi, sanaydigan joyi bo'lsa kerak. Mashinamiz soz holatda ekan, bemalol olib turib ishni qilsalaring bo'lar ekan. Bu yeri yibxonasi, adashmasam pichoqlari, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Shuna borib ishlataveradi deyapti. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, narxini aytamiz. OLXlarda, boshqa joylarda 12 ming dollar turibdi deyapti. To'g'risi bu 1 yil, 2 yil oldin arzon edi. Hozirgi kunda chet davlatlarda urush sababli narxi oshib ketdi. 12 ming dollar atrofida turibdi deyapti. Pul zararligi uchun 10 ming dollar yo'q, 9 ming dollar kam bor deyapti. 9 ming dollardan kamlarni qilib berishar ekan. Aloqa chiqib yana savdosini qilib olishlari mumkin. Bunimiz hozirgi kunda Bog'dod tumani Bordon qishloqida yo'lda qirg'oqda turibdi. Egasining telefon raqamlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana egasining telefon raqamlari 93lik 658 22 25 ga aloqa chiqib batafsil ma'lumotni olishlari mumkin. Manzilda yetdik, egalaridan dehqonda turibdi. Bemalol savdosini qilib olaverasizlar. Narxi 9 ming dollar kamma bor.